Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sog'lom yuribsizlarmi? Bizada katta ilk yangilik, ilk jo'jalarimiz meva berishni boshladi. Xudo xolasa, bu doğrusu o'zim yodimda yo'q edi. O boshda bir indukimizni bir 2-3 qo'rqosin. Keyin bir 2-3 indukdan bosiraman deb bir indukni teyina, birinchi qo'rqgan indukni teyina bir 4 tuxum tirak qo'ydim. To'g'ri o'zimiz домашний mesni tuxumlardan 4 tuxum tirak qo'ydim. Bu tuxum üstüne 2 gün yatgan o'yindik. Deymanim. 2 günden keyin bir 2 indukimiz qo'rq oldu. Xullas 3'sini bir bosiraman deb 4 tuxumni oldimdan endi 2 gün durdu, o'zim ko'nglim bo'lmadi. Sal tekshirib ko'ring desam, uje ichida nish urgan ekan-da. Juda rivojlanishni boshlagan ekan. Shu bilan olmadim. Tuxumni olmadim. Bostirib berdim tuxumlarni. Juda chiqibdi-da. Akşam tuxumlarni qarasam, o'tgan kundan tuxumlarni qarasam, ses bor, juda sesiga nima bo'ldi? Keyin 4 tuxum topib, induklarni teyina arkasini teyina tushgan ekan. Shu tuxumlarni topib, bir anda indukni teyina qo'yib ketibman. Shu akşam ishlar bilan o'ydamasadik, boshqa yerlarda yurmadik. Yine hozir kelib qarasam, o'sha 4 tuxum ham osib chiqqan, 400 ham. Hammasi sopposa, jujalar chaqqan. Yana nima desam bo'ladi? O Miramur xo'rozni qo'shib qo'yibman o'zi uyda to'qlagan ha. Miramur xo'roz yuradi yine. Miramur xo'rozdan chiqibdi bular hammasi. Tap shu xo'rozni nima desam bo'ladi? Menda bunday Miramur to'q yo'q. To'qlarim oq, qizil, qora shunday to'qlar. Lekin jujalarni ko'rib turibsizlar. Bular shu o'zimiz joyda to'qlar bilan nima desa bo'ladi? Chatishib chiqqan jujalar bular. Shu bularni faqat shu xo'rozi Miramur xo'roz. Jujalar o'ta zo'r, chaqqan, sog'lom. Yana bir 2 günlari o'z arg'in induklarni jujalari chiqadi. Shu 2 gün endi bu jujalarni dinni olib, xudo xolasa olam pishadi. Boqib turaman. Ana jujalar. Shuni bir ulashasim geldi. Ketuvchilar bilan. Bu ya bozordan ag'a indukum. Yani doğup turibdi deb sotdi egasi, akkalab tuxum qo'yib yot bostirganim bilan bosib qoladi. Shuni teyinda qo'yib ketibdim, yani chiqartirgan tuxumlarni. Shu o'zi chiqarib, yana jujalarni qarab bosib qo'ymabdi hech qaysini, ya bu tuxumni sindirib qo'ymabdi, ajoyib. Yine bizning ilk jujalarimiz xudo xolasa boshlandi endi jujalar chiqishni. Endi ertangi bo'rilarda ikkinchi hissa kuni yine nasib etsa chiqadigan jujalarimiz bor. 2-3'ünde induklarimiz chiqib boshlashi kerak. Shuning gaplari do'stlar, sog' bo'ling, omon bo'ling. Shuni bir ko'rsatib o'tayim deb. Nima desa bo'ladi? Shu ko'rsatib o'tish uchun qilindi bu video. Sog' omon bo'lasizlar.